Au sistema. Rasta, come? Guarda, gente attenta. Avtomashinangizga mumkin bo'lmagan antenalar o'rnatilgan so'zda boshqaruv. Yoshlik qilib qo'yamiz komandir. Maslahatim bunaqa ish qilmaydi. Befoyda baribir qilganlaring bilan. Holi shu. Yarim jo'z keladi. Oxiri manzil shu. Ijtimoiy tarmoqlarda yuk avtomashinasi haydovchisi ushbu Matiz rusumli transport vositasini M39 xalqaro avtomobil yo'lidan Termiz shahri hududiga kirish postida harakati avariya holatini yuzaga keltirganligi, qasddan oldiga chiqib, tormoz bosib, harakatini keskin to'xtatishga yoki o'zgartirishga majbur qilganligi yuzasidan murojaat qildi. Ushbu murojaatga ko'ra biz transport vositasi va haydovchini topib, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasiga chaqirtirdik. Hurmatli haydovchi, ushbu harakatingizni ko'rdingiz, video tasvirlar orqali. Qanday izohlaysiz? Nima sababdan bunday xavfli harakatni sodir etdingiz? Avvalambor uzr. Bunday qilmasligini so'raymiz. Yaxshiligi oqibatga kelmaydi. Yo'q, o'zi mana qarang, yuk avtomashinasi og'ir vaznli. Bu siz istagan vaziyatda tormoz bosib to'xtatib ola olmaydi. O'zingizni ham hayotingizni xavfga qo'yapsiz, to'g'rimi? Oldiga chiqib tormoz bosyapsiz, u sizni orqangizdan ursa, siz ham shikastlanasiz. Siz ham jarohat olasiz, to'g'rimi? Nima sababdan bu bajardingiz? Shu ish bilan shoshilib ketayotgan vaqtda shunday qoldi. Tormoz bosishga nima majbur qildi? Qasddan o'ng tomondan o'zib o'tyapsiz. Qoidabuzarlik yo'q, o'zib ketyapsiz. O'zingizni bo'lagingiz bo'yicha davom ettirsangiz bo'ladi yo'llanishda, harakatni. Nimaga uni yo'liga o'tib, qasddan tormoz bosasiz? Ayol bilan nimadir bo'ldi, shunday bo'ldi. Yoki yo'l bermaganmi? Yo'l bermadi-da, qavoratdaylari. Aynalib o'ting dedi. Aynalib o'tdik. Aylanib o'tib, to'g'ri o'tib ketsa bo'larmidi? Bo'lardi. Nimaga bunday qilasiz? Bilmadim, xayol qochdimi, nimadir bo'ldi. Mana hozir qoidabuzarlik uchun o'zi javob beryapsizmi? Demak, shu harakat o'zi haydovchilarni ko'chada yuk avtomashinasi bormi yoki har qanday avtomashina bir-birini o'zlari jazolashi, bunday tarafda jazolash to'g'ri ekan. Yo'q, noto'g'ri. Xulosa qildingiz. Ha, xulosa qildim. Uzr so'rayman. Ming bor uzr so'rayman. Haydovchi harakatidan afsusda ushbu yuk avtomashinasini haydovchisidan uzr so'rayaptilar. Lekin bizda qonun bilan belgilangan tartib me'yorlar bor. Shu sababli hozir sizga nisbatan yo'llarda boshqa harakat ishtirokchilarining harakatiga xavf tug'dirganligingiz uchun, avariya holatini yuzaga keltirganligingiz uchun belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiraman. Bu harakatingizdan o'zingiz kelgusida ham xulosa chiqarib, yo'llarda xavfsiz harakatlanishga harakat qilasiz degan umiddaman.